Ama bazılarında belki az buluş mümkün olsandaki kişiler. Hatta ki şu elbette biz bilgen muhaciretlik insanların oylasak mı teşvikat sahasida bizning xalqimizning chet eldagi soniga nisbatan aslida bizning qanchilgan rasmiy kanallarimiz bo'lishi kerak ham tashviqotda maxsus boshqa tillarda da'vorimizni yetkazish bilan birga bu millatningki madaniyatini, dinini, örf odatlarini saqlab qolish uchun chuqum o'z ona tilida mukammal bir tashviqot vositasi bo'lishi kerak hamda. Afsuski biz 10 yillardan buyon xizmat qilyapmiz qo'limizdan kelgancha. Hatta ba'zilar deydi ki o'zining tilini qancha yo'qotib qo'yayotganligidan xijil bo'lmasdan, hatta shu Uyg'ur tilida qilgan tashviqotnimi ya bu davoni o'zimiz anlatamdi. Biz Uyg'urlar zaten bildi buni. Qaysi davlat bo'lsa shu davlatning tilida ham tashviq qilish kerak deb. Ammo sizning millionlagan chet eldagi xalqingchu ularga bildirishing, har jihatdan ularni tutib turadigan bir tashviqot degan o millatning eng muhim kuchi. Siz bu vaqtdagi ko'z qarashingizni biraz almışsam. Acayip katı sual oldu. Hakikaten nihayet mühim bir mesele. Biz evvel özümüz bilmesek, özümüz çoğunkorlaşmasak, özümüz kengaymasak, bu meseleyi özümüz akademik bir seviyede cahana tanıtamasak, yani özümüzde onun tilimizi tanıtamasak, bunu kandak tanısın, Germanlar kandak bilsin Uygur meselesini, yakimiz yapılık kandak bilsin. Biz evvel özümüz akademik çoğunkorlukta, yani özümüzden tilide, özümüzden medeniyetimizde, özümüzden şu kaydı yosullarımız bilen, ya da Uygur'a has olan bir şekilde Uygur tili de cihana anlatmak o birinci şart. Barlık tercümeyle, barlık chet el tilleri bu ikinci nesi. Yani bu onun üstü kuruluş gerek. Yani Uygur tildeki medyadan başka medyala ilişki gerek. Yani bizim medyalarımız çokum başka medyalara asas buluş gerek. Şu menqara vaqtda bu medya başkalarga vaqtda ya başka tildeki medyalarga vaqtda texmi muhim. Bizning jonijon arteriya qon tomirimiz balkim Uyg'ur ana tilidagi media kanallar bo'lishi kerak. Chunki bizning qimmat qarashimiz, bizningki madaniyatimiz, bizningki axloqimiz va bizning ruhiyat sistemamiz yoki ijtimoiy qarashimizning hammasi faqat va faqat Uyg'ur tili orqali Uyg'urga tushuntirish yoki jahonga tushuntirish mumkin. Bu menqara vaqtimizda shubhisizki Uyg'ur tilidagi medialar chet el tildeki her kandak medya qilgandimi texmi muhim, texmi zarur, texmi ol karakterlik xizmatga qarayman.